3 yoshdaman. Kasbim provizor, farmatsevtik institutini bitirganman. Fan nomzodiman. Kaliforniya akademiyasining akademigiman. Bugungi kunda yosh kelishi tuman nuroniy jamg'armasining raisi bo'lib faoliyat ko'rsatyapman. Shu oxirgi paytda qiynaydigani ancha aptekalardan olib qizdiradigan mazli sursa ham oyoq bo'g'imlar og'rig'i, oyoqni tomir tortishlari mana ancha azob berardi. Shuning uchun kavrak degan kapsulalarni shuni xususiyatlarini o'qidi, shunga ma'qul tushdi. Shundan bir kurs davolash mo'jazasini qildim-da, ayniqsa birinchi 10 kunlikning o'zida og'riq bosildi. Tomirlar tortish to'xtadi. Masalan, yurak urishlari ham, ritmlari yaxshi bo'ldi. Keyin qon bosimi ham 140 ga 90 bo'lib yurardi, 110 ga 65 ga tushdi. Kavrak degan tabiiy dori sifatida ancha yordam berdi. 3 yoshdaman. Kasbim provizor, farmatsevtik institutini bitirganman. Fan nomzodiman. Kaliforniya akademiyasining akademigiman. Bugungi kunda yosh kelishi tuman nuroniy jamg'armasining raisi bo'lib faoliyat ko'rsatyapman. Shu oxirgi paytda qiynaydigani ancha aptekalardan olib qizdiradigan mazli sursa ham oyoq bo'g'imlar og'rig'i, oyoqni tomir tortishlari mana ancha azob berardi. Shuning uchun kavrak degan kapsulalarni shuni xususiyatlarini o'qidi, shunga ma'qul tushdi. Shundan bir kurs davolash mo'jazasini qildim-da, ayniqsa birinchi 10 kunlikning o'zida og'riq bosildi. Tomirlar tortish to'xtadi. Masalan, yurak urishlari ham, ritmlari yaxshi bo'ldi. Keyin qon bosimi ham 140 ga 90 bo'lib yurardi, 110 ga 65 ga tushdi. Kavrak degan tabiiy dori sifatida ancha yordam berdi.